Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hamkasblar, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Mana shu bayram bizga yangi yil, yangi yutuqlar, yangi marralar, yangi cho'qqilarni zabt etish nasib etsin. Keyingi yillarda yanada ko'payishib, 400 kishi emas, mana 500 kishilik, 1000 kishilik tadbirlarni o'tkazish nasib etsin bizlarga. Demak, perfetto taqdirlash marosimi. Muhabbat Aliyevna. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli hamkasblar. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Barchamizga yangi yil omadli, yangi cho'qqilarni etish nasib etsin. Sevgi muhabbat qanini qo'sat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat. Hadi ketdik.